Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, dakan ishqibozlari. Parvoz aka, uka yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Yaxshi xurozlar bor joyga kelganman. Bu yerga birinchi marta kelishim emas. Kameraga tushirasizmi? Yukak tushiradi, to'g'rimi? Jumanazar ukamdan ikkitasi ham bitta kul olganman. Kul o'tgan safar ham kelganman bu ukamning oldiga. Kulini Andijon Jalaquduqqa berdim. Bu ham o'zi yutdi akamiz. Ha, o'sha kula. Ha, saman olganman-ku bitta. Saman boshqa zotdan kelgan, zo'rda va hamtana shu markan hamtana. Chempion. Markan ham samandan tanasizmi? Samanning otasi chempion bo'lgan, qimmat bo'lgan. O'ta qimmat bo'lgan. Hamma havas qildi o'sha samanni. Samanning urug'idan yo'qmi? bunaki yillari bor, bitta kichkinasi bor. Ha, bormi, uni ham ko'ramizmi? Kichkinasi gap yo'q. Bu boladan xo'roz olib baraka topdim, shuning uchun keldim. Nasib bo'lsa, savdolashib ko'ramiz. Kelishib qolsak, men olaman. To'g'risi men foydalanaman, tirikchilik. Men keldim, mana chaqirdi, iltimos qildi, keldim. Ko'ryapmiz. Bu xo'roz nechta kilo? Jumanazar? 6 kilo chiqsa kerak hozir. 6 kilo farod. To'shni tarozi yo'q, ha? 5 kilo 700 shunaqa chiqdi. Ha, примерно 5 kilo 700 hozirga chiqdi, ha? Joning hisob bo'lsin. Xo'p, o'rtoqlar, ma'lumotni aytib o'tamiz. 6 kilo chiqadi. 6 kilo bo'lgan bu xo'roz. Bitta oyog'ida qadag'i bor, to'g'rimi? O'ng oyog'ida, chap oyog'idami? O'ng oyog'ida shekilli. Ko'pchilik qadag'i bor xo'rozlar makiyan bosmaydi deb savol beradi. To'g'ri, bosmasligi mumkin, oyog'ida og'riq bo'ladi. Chunki o'zimizda ham boshdan o'tgan, lekin bu tirilib borar ekan. Makiyonni bosgan videolarini Telegram kanaliga qo'yib qo'ydim. Zudlik bilan o'tasizlar, Telegram kanalda qo'yib beramiz. Bu bir tulaga? Yutug'i bormi yo'qmi? Bitta yutgan, boshqa o'ynamagan, to'g'rimi? Ko'p ezilmagan, to'g'rimi? Bitta o'ynagan, yutgan, qadaq nimaga paydo bo'lib qolgan sababi? Kelasi og'irligiga qattiq yerda yurib. Ha, qattiq yerga tushgan uchun davolasa bo'ladi qadaqda. Davolasa bo'ladi. Keyin bu piqchi xo'rozlardan ekan, inglizcha piqlardan bitta piqi tushibdi o'zidan. Suryapti, to'g'rimi? Bitta piq suryapti. Lekin yurishlari yurgizing, taqabaqami joning hisob bo'ldi. Bellarini qarang. Ikkita xo'rozni biri bilan teng. Ishonaveringlar, maqtash emas. Ishqiboz bo'lib qolsam o'zim olaman, nasib bo'lsa, bo'lmasam internetga qo'yamiz, sotamiz ro'li pulga. Makiyon nech pul makiyon? Makiyani qiymati $150 berganga sotaveramiz. Makiyon tuxumdami? Tuxumda to'g'ri. Makiyon tuxumda $150 ga berganga beriladi. Makiyon haqiqiy, zo'r ekan. Cho'tka ekan, o'rtoqlar xo'rozni qarang. Joning sog' bo'lsin. Xo'roz narxini aytib ketaylik, xo'rozni. Narxi $300. Xo'rozni narxi. Kam bormi, chapcha kam bor-a? Yo'q, qo'yib beramiz. Siz obunachilarga yo'l qo'yib berasizlar, gap so'z yo'q. Pochta haqda. O'tib beradi-da, men obunachilarimga ro'za ichi arzonroq xo'roz qilib beraman deyapman. Olib kelyapman, yarim soatga qolmayapti. Misol 800 ming, 900 ming, 1 millionlik xo'rozlar yoraqroq qo'ying. Qolmayapti. Mana bunisi qaysi biri edi bo'lsa? Bu balchiq oyoq haligi. Balchiq oyoq, oyog'i yuvmatligi o'ta zo'r, ha? Oyoq zo'r. Joning sog' bo'lsin. Bu yosh qanaqa, qaysi oy yutuqlari haqida? Bu hali o'ynaga yo'q, kechga, mayisga tushadi. Ko'rilganmi chapcha bo'lsa ham? Yo'li qanaqa yo'li? Bu kaltagi zo'r. Bu girrami, tanachimi? Girra solib yuradi, videosini ham tashlab beramiz. Qashab bormi yo'q? Bormi? Bo'ldi, gap yo'q. Nech kilo hozir примерно taroz rona? 4 kilo chiqsa kerak. 4 kilo. Qaysi oy? Aprelda deymi? Maymi? May. Toza chiqqan ekan, ha? Yiroqqa yurishmi, yorroqqa? Yozib yursa ham bo'ladi. Qani ko'rib turibdi. Masala ko'rmaydi. Gap so'z bo'lishi Shundan ko'radi, ha. Gap so'z bo'lishi mumkin emas, o'rtoqlar, mana. Tomoshani zo'rdan zo'r bo'lyapti. Alloh barakasini bersin. Yaxshi xo'roz ekan, tarlari juda toza chiqqan ekan. Buni yaltiratib qo'ysangiz bor-ku, ha? Savol beradi. Nodirbek, bu Jumanazar bilan o'taqmaslasizlar, ha? Katta Nodir. Bitta qishloq, bitta mahalla turganligi uchun Nodirbek deyman, olib kelaman. Shu qishloqqa kelsam Nodirbek yuring deyman. Oyda kaptarlar bor, kaptarlarni taslimga qilamiz oxirida. Chunki bizning kanalda kaptar ishqibozlari ko'p-da. Haligi yozishadiki, aka faqat dakan emas, kaptar ham chiqarib turing, qo'yin ovoz, qo'yin ovoz, asalari chiqarib turing deyshadi. Endi shunaqa qilamiz shekilli, общий videolarga o'tamiz shekilli. Mana shu video agar 50 ming, 60 ming prosmotr bo'lib, bir 10 ming to'dim like bosib borsa bor-ku, chorva haqida ham video chiqarib beramiz aka. Shundan chorvaga qiziqasizmi, novvosga bormi? Bordi aka. Gap yo'q. Sizchi? Bormi ahlaymanlarda? Gap yo'q. Makiyandagi ushlab oyoqlarni ko'rsatish kerak, kvadrat aka, konkret. Ha, o'zi ko'rinib turibdi. Ahshab. Navbatdagi makiyonimiz. Bu ham yosh, ha, bu? Yo'q, cho'jan aka. Tuxumlayaptimi? To'g'ri. Tuxumlayapti ekan o'rtoqlar.
Bu ham o'sha ingichka oyoq, serharakat harakat abjirlardan ekan. Necha pul bunisi? Bunisi $200. 200 da bu qimmatroqmi? Zotlari qanaqa endi kelib chiqishni edi bularda? Bu karisma ekanimizni bolasi, uni ham ko'rsatib o'tamiz. Gap yo'q, Koreya. Bunisi $150, bunisi $200 ha. Gap yo'q. Yaxshi makiyonlar ekan. Saman, o'sha samanlar ukasimi? Ko'rsa bo'ladimi? Bu qaysi oy bu yoshroq ekan? Bu avgustda chiqqan. Avgustda chiqqan. Necha kilo hozir примерно? 3,5 kilo atrofida. 4,5 kilo bo'ladimi? Bo'ladi. Tojlari o'zi ekan ama. Toji bir xil ekan o'sha men sotgan rasmiy ekranga qo'yib ketaman. Joning sog' bo'l. Ularga qo'yingchi bitta. Oyog'ini yig'ishtirib turishiga 5 baho o'rtoqlar. Ko'z tegmasin, mashalloh. Bo'ylari juda baland-a. Sotiladimi bu ham? Bu tomoshaga. Tomoshaga ham sotilmas ekan o'rtoqlar bu. Sotilganda ularning sochlari ham o'xshar ekan-a. O'shani o'zi Nodir bilmadingiz. Joning sog' bo'l. Buni tuxumidan yo'q-a? Yo'q, endi shu karisma ekanga qo'shib qo'ydik. Endi qo'shasiz. Buni bostirdik. Gap yo'q. Tantanasi o'rtoqlar mana. Joning sog' bo'l. Bu ham qanaqa avgustmi bu ham? Bu avgust, bu qichqirmadi lekin. Chaqirmadimi hali? Ayollarni kattaligiga qarang. Yo'q ekan ham tirami? Bu chaqirsa ham bu kerakli bo'ladi shekilli bu. Bu ham o'ta uzun bu. Joning sog' bo'l. Necha kilo hozir kilogramm? 4 kilo. Bu 4 kilo. 5 kilo ham bo'lsa kerak bu. 5 kilodan ham o'tadi. Lekin hozir quruq suyak turibdi-da. Suyaydi. Hech nima yemagan, to'g'rimi? Yo'q. Endi bu hali o'ynamaganligi hech narsa bermagan-da. O'ynaydiganlarda bersa, yoshi katta bo'lib ketadi. Gap yo'q, gapsiz bo'lishi mumkin emas. O'rtoqlar. Yaxshi ekan. Bola cho'ja ekanda kechki-yu lekin o'rtoqlar uncha ertangadan so'q bo'ladi. Gap so'z yo'q. Nodirbek bilan Nodirbek hozir uylarga tashlayman. Hovli ham gektar ekan, aytma. Kaptarlar syomka qildim, bir bo'lsa qo'shib boraman, bir bo'lsa отдельно video qilaman. Dakallarni ko'rdim, savdolashib ko'rdim. Ukam aytayapti, aka, to'g'ri, bu qayerda o'qiysiz? Men Toshkent xalqaro o'qiyman. Institutda o'qiydi. Nima o'qilaylik? O'zingiz bilan anavi qilib savdolashib olib ketishaveradi. Bo'ldi. Xolis video qilib qo'yapman, chunki o'zimga narxini aytdi, mononcha. O'zingiz nomeringizni qo'ying, meni vaqtim bo'lmaydi. Men nomerimni so'rasam, so'raydi bari ovora qilib. To'g'ri tushunasizlar, men o'zimga aloqaga chiqasizlar, o'zim chiroyli pochta qilib beraman. Gap yo'q.